Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Rahimsher Nabijonov va Uzubi Trading. Hozir balansimizda $50 pulni razgon qilgan holatda ko'tarishga harakat qilamiz. Tak. Bizda nima bor edi? Hozirgi holatda pastga minimumlar obnovlять bo'ldi, lekin M15 da buni tasdig'i yo'q. Lekin keyingi 15 minutlik qanday yopiladi? Agar shunday yopiladigan bo'lsa, bu dальнейшее движенияsi pastga ketishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Faqat bizga impuls kerak bo'ladi. Impuls bilan pastga yuradigan bo'lsa, aks holatda keyingi harakat agar mabodo deylik, mana shu shamma tevasida yopilib qoladigan bo'lsa, narx 32 largacha chiqib ketishi mumkin bo'lib qoladi. Bu ham muhim narsa. Lekin hozir Tokio sessiyasini kirishini inobatga oladigan bo'lsak, bu narsa tepaga qarab reaksiya berishligi ham mumkin bo'lib qolar ekan. Tak, hozircha kutamiz. O'rtoqlar 5 daqiqalikda rosa kuchli joyga keldi. Bittan hozircha videoni pauzaga qo'yaman. Tak, hozircha tepadagi 1 daqiqalik time frame'da men o'ylagandek yopildi. Shuning uchun tepadan yana qo'shdim. Faqat marja yetmagan edi. Hozir agar pastga yurib, tana bilan mana shu switchani urib oladigan bo'lsa, yana men sell qo'shishni davom etaman. Hozircha biz o'ylagandek holatda berib turibdi. Depozitimizga $16 qo'shildi. 1 daqiqalik time frame hali lekin yopilgani yo'q. Agar xuddi shu holatda yopiladigan bo'lsa, men yana sell qo'shishda davom etaman. Qayergacha? Bu 15 daqiqalikda, bunga endi 9 minut bor hali. Yopilishiga ham bog'liq bo'lib qoladi. Endi hozirgi holatdan kelib chiqib turib, сделкаlarni shu yerda yopaman. Nimaga bunaqa qildim? Mana bu time frame'da tana bilan yopilmadi. Shuning uchun tepaga reaksiya berishi bor. Mana shu holatida shu yerdan qo'shishni boshlayman. Va keyingi switchani, ya'ni 15 daqiqalikni yopilishligi ham muhim bo'lib qoladi. Oldinda Tokio sessiyasiga kirish holati bor. Buni ham nazardan qochirmaslik kerak albatta. Xo'p. Marjamiz hali bor. Hozircha $63 bo'ldi. Holat bo'yicha ko'rsatib boraman. To'xtanglarchi. Agar mabodo o'ylagan narsam bo'ladigan bo'lsa, bo'pti, bittan qo'shsam bo'ladi. Boricha olyapman. Faqat 1 daqiqaligimiz shunday yopilishi kerak. Ko'nglimizda yopilgan holati bo'lib turibdi. Tana bilan urib yopilishligi muhim degandim. Xuddi shu narsa kerak edi. Xo'p, ko'tarilgan sari sell olishim kerak edi. Hozirgi bu holatda tepaga bitta reaksiyasi bor ekan lekin. Narxni Fibonacci'ni tortadigan bo'lsak, shu zonadan mana shu joydan tepaga bitta reaksiya beradi. Hozir bularni yopamiz. Tak. Aynan mana shu joylardan kelish kerak bo'lardi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va tushgan sari olaman. Nimaga 16 gacha ushayman narxni. Ulgurmay qoldim. Nimagaki lot hajmi juda ham kam qo'ygan ekanman. Sal kattaroq lot qo'ysam bo'lar ekan.
yana qo'shishda davom etaman. Nimagaki narx hozir bir 16 larga chiqib berishlik holati bor. Shuning uchun. Tak, yana qo'shaman bitta va marjaga qarab qo'yaman. Hali marjamda 50 dan ortiq bor ekan. Bu yerda hozir maksimum kelib berishi mumkin bo'lgan zonasi 509 ga ham tushib berishligi mumkin ekan. Mana hozir o'ylagan joyimga 15-16 ga chiqib berishligi bor edi dedim. Aynan shu joyga chiqdi. Va 50 dollarga hozir adin x qilgan holatda 100 dollar qildim. Xo'p, nimaga 05 ga chiqib berishligini taxmin qilgan edim. Tak. Endi hozirgi holatda nima qilishimiz mumkin? To'g'risi M15 shunday yopiladigan bo'lsa, dальнейший движенияsi pastga bo'ladi-yu. Lekin pastdan kuchli holatda mana shu zona tanasi bilan yoptirmadi. Demak, bu 15 daqiqaligimiz kuchli impuls bilan tepaga yurib, mana shu zonani retestiga kelishi mumkin. Bu degani, agar tanasi bilan mana shu soyani ichida yopilsa, 70% largacha, ya'ni 503 largacha kirish ehtimoli bor. Buni ham nazardan qochirmaslik kerak. Va o'sha zonalardan bayga kirsilsa bo'ladi. Va hozir mana shu joy ham qandaydir bay xonasi bor shekillanadi. 509 ga keldi. Mana shu yerdan bay olaman. Hozirgi holatda pastga bu M15 da keladigan joyga keldimi? Yana ozgina bor ekan. Minusimiz 6 dollar hech qancha emas. Soyani to'ldirib bergan taqdirda ham yetadi. Tushgan sari bay qo'shishim mumkin bo'lar ekan. Ha, bizga endi 1 daqiqalik xonamizda impuls kerak bo'ladi. Bittadan mana shu joydan bitta pastga yana yuradi hozir. Minusimiz 12. Bittan yana qo'shsa bo'ladi. Xo'p, plusga kirish boshlandi. Gap ochig'i bir 500 bo'lsa yo'q boraman deb turdim. Bozor unaqa imkoniyat bermayapti. Unaqa volatilностьdan baland to'g'rirog'i. Shuning uchun aynan hozirgi holatda qayerga ketishligini bilmayman. Nimaga? Tokio sessiyasi yaqinligi uchun odatda bunaqa paytlarda razgon qilmasdim. Bozor sal stabilniy bo'lib qolganda yoki Tokio sessiyasi kirgan paytidan keyin holatga qarab turib razgon qilish mumkin bo'lardi. Unga alohida strategiya bor edi. Shuning uchun сделкаlarni yopib tursam ham bo'ladi. Xo'p. Lekin tepadan sell zonasi bor. O'sha zonagacha, misol uchun, yo chiqib bersa o'sha zonada yopishim mumkin. Hozir 50 dollarga 100 dollar qildim. Lekin bu razgon sifatida kirmaydi. Scalping xonasi bo'lib qoldi o'zi. Yoki full marja ochmadim. Tak. Сделкаlar o'sha turibdi. Hozircha men o'ylagan zonaga ozgina qoldi chiqib berishligiga. 19 dollar foyda ekan. 120 bittan сделкаlarni yopaman.
125 bo'ldi. Xo'p. Bu joydan endi sel olishni boshlayman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Nimagaki o'quvchilar biladi, nimaga asoslanib olayotganligimni. Chiqqan sari yana ko'proq olishim mumkin bo'ladi. Shu joydan minimumda urib ketsa ketdi, bo'lmasam yuqoriga chiqsa, aynan mana shu zonani retestiga kelganda chiqib ketaman. Nima uchun? Sizlarga ham aytib qo'yaverey. Mana bu yerda impuls bilan Maribaza shama bo'ldi. Bunda 50% dan сделкаga kirishlik tavsiya qilinadi. Agar mabodo narx Maribaza shamani yuqori qismlarigacha chiqadigan bo'lsa, unda 50% ga qaytib kelganda сделкаdan chiqaman. Shuning uchun men hozirgi holatda full marja olmadim. Mana narx yuqori holatlargacha chiqdi va bitta gap ochig'ini aytsam, tak. Hali full marja olinadigan xonasiga yetib kelmadi. Может, mana shu joydan impuls beraverar pastga. Buni hozir sizlarga holatda ham ko'rsataman, nimasini chiqarib ham ko'rsatishim mumkin ana shu shotdan. Bu sentoviy shot albatta. Xo'p. Jayizvordi bozor to'g'risi. Tak, 5 daqiqaligimiz qanaqa yopildi? 15 daqiqaligimiz ko'ngildagidek yopilgan selga. Yarim soatlik time frame ham o'zidan oldingi shamni urib yopilgan. Lekin ozgina tasdiq yo'qroq bitta. Lekin bir narsa Tokio sessiyasi kirganda mana bu Maribaza shami ishlamay qolishligi mumkin bo'lib qoladi. Xo'p. Hozir bitta Fibonacci'ni tortib ko'ramiz chetga. Va 0.786 aynan yuqori qismlarida ekan. Unga alohida e'tibor qaratamiz. Teparoqqa olib chiqib olaylik. Qayerdan olyapti, qanaqa holatda olyapti, buni ko'rib turishim kerak. Hop, ayniqsa 15 zonalariga chiqqanda nima qilaman? Narx mana chiqdi. Mana shuni shu joydan bitta yaxshi reaksiya berish kerak. Shuning uchun nimagaki 50% ga kelganda men foydaga kirishim kerak bo'lardi. Ulgurmadim. Olishlikka ulgurmadim. Mayli, kutamiz. Bu 0.3 larigacha ham kelverishi mumkin bo'ladi. Foydaga kirdi. Endi mana shu sham qanday yopiladi? Mana shunga ham qiziq. Agar qizil bo'lib yopiladigan bo'lsa, dальнейший движенияsi pastga ketishim ehtimoli yuqori. 0.3 ga kelberdi 0.7 dan va hozirgi holatda daromad $2 bo'lib turibdi. Bu endi, конечно, razgon emas. Nimagaki Tokio sessiyasi yaqinligi uchun unchalik qattiq olmayapman. Hop. Aha, yaxshi yopildi. Minimumlargacha kelib, hamma сделкаga foydaga kirishini kutishim kerak bo'ladi. Tak. 5 daqiqalik berdi hisobda $17, $20 pribal. Hozir hisobda mana o'rtoqlar 14 daqiqada $50 dan $150 qildim. Bu razgon bo'lmadi, scalping xonasiga o'xshashroq savdo bo'ldi. Xo'p, hozirgi holatda balans o'sha turibdi. Yana davom ettiryapman. Tavakkal, endi Tokio sessiyasi qanaqa bo'ladi, qanaqa emas. Ko'pchiligi bu hech qanaqa demo emas, sentoviy shot,
faqat $50 yuqoriroq qilib ko'rsatadi. Tak, qani shuni harakat qilib ko'raychi, bir 500 ga olib chiqishga harakat qilib ko'raman. Xo'p. Hozirgi holatda aynan mana shu zonalardan bitta pastga reaksiya berishligi mumkin. Shuning uchun sell olyapman. Qayergacha degan savol tug'iladi. Hozir $5 zararda turibdi. Xo'p. Bir daqiqaligimizni uzatadigan bo'lsak va minimum maksimumga bitta Fibonacci'ni tortamiz. Tortganda 15 zonalarga kelishligi mumkin ekan. Xo'p. Va bittan 16 sekund qolibdi. 1 daqiqalik shunday yopiladigan bo'lsa, dальнейший движенияsi sell holatda bo'ladi. Keyingi switch qizil bo'lib yopilish ehtimoli yuqori bo'lardi agar hozirgidek sham yopilganida. Lekin baribir kuchli уровеньga kelgan. Bittan по-любому beradi. Bu zonalardan pastga marjamiz bemalol yetadi. $20 minusda. Hozircha tak. Va selda yana ham oldim. Xo'p. Buni minusimiz yaxshigina minus bo'lib ketibdi lekin. Hop. Bu sham pastga qarab ayniqsa 1 daqiqaligimiz mana bu zonaning ichiga qarab kirib ketish kerak. Shuning uchun Tokio sessiyasida mana shu holatni yoqtirmayman. Nimagaki ba'zi bir strategiyalar Tokio sessiyasi kirishdan oldin yaxshi ishlamay qoladi. Hozir ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Shuning uchun men сделка ochayotganimda shunga e'tibor alohida qaratdimki, что marjam yetsin o'sha zonalargacha. Xo'p, qani kuzatamiz. Pauzaga qo'yib turaman. Va hozirgi holatda $200 ga chiqqanda сделкani yopamiz. $50 dan o'shanda ham necha 3x bo'lgan bo'ladimi? 3 barobar ko'paygan bo'ladi. Hozircha $164 $3 zararda. Qani 5 daqiqaligimiz nima bo'lyapti? 51 sekund qoldi. Bu qanday yopiladi? Agar bu shunday bor ekan, hali u zonaga yorib olishiga. Kuchli zonalardan bittasida turibdi. Aynan bu zonani yorib olishligi 32 ni tepasiga chiqib ketishligini berar ekan narx kelgan. Shuning uchun 5 daqiqalik juda muhim holatda ekan. Bu narxni minimumlargacha yetkazib olib kelishligi ham mumkin. Lekin oldimizda aytganimdek Tokio sessiyasi bor. Bu narxda ag'u-dag'u borishligi ham mumkin.
Hozircha narximiz o'sha zonada turibdi. Foyda hali nima bo'lgani yo'q. 200 ga chiqsa yopaman. 200 ga chiqdi va zelkani yopdim. Mana o'rtoqlar, aytilgandek har bir сделкам switchnoy bo'yicha o'xshab berdi. O'sha uzun уровеньlarga borib berdi. Xo'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.